Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Gulnarrek obunachilari, bormisizlar, omonmisizlar, Chavrash qog'ozlari. Mana bugun haftaning 1-kuni, 5-yanvar, Amindora tumani Mang'it mol bozoridamiz, xudo xolasa. Katta o'giz, kichik o'giz hammasini syomka qilib boraveramiz, bir xato ko'rib boraverasiz yurtdoshlar. Xato kanchokarimiz bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar, like, obuna bo'lishni unutmanglar yurtdoshlar, podpisatsiya tugmasini bosib, like'larni bosib o'tiraverasizlar bir xato ko'rib. Bo'lmasa videolarimizni boshladik yurtdoshlar. Sizlar uchun izlanishda xizmatdamiz. Haftaning 1-kuni ham bo'ladi ekan bu yerda bozor. Ko'rib boraverasizlar, qanday bo'ladi ekan bir xato ko'ramiz narx-navolarni. Ana bo'lmasa videolarimizni boshladik yurtdoshlar. Kunlarimiz ham sovuq, 5 gradus sovuq. Saat 8:00. Endi tong otayotir. Xudo xolasa boshladik videolarimizni. Ko'rib o'tiraverasizlar yurtdoshlar. Bir qator boshlab narx-navolarni bilib beraveramiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Savdolarimiz bo'laversin. Yaxshimisizlar aka? Rahmat, birga bo'lsin aka. Necha so'm bo'ladir aka? 30 million so'm bera qo'ydi. 30 million. Ha, o'zimizga gap yo'q. 30 million so'm narx aytib turibdi. Bozor qancha qo'yapti? Bozor qancha qo'yapti? 29 million. Yekitishmi deyman, ha? Yekitish buzgan ekan, toshlar. O'zimizga gap yo'q. Ertaroq boshlayapman. Qarang'iroqda bo'lmasa uspet qila olmaymiz, mollarimiz sotib ketadi. 29 millionga so'rab turibdi. Yomon emas. 1.30 bo'ylari. Yaxshi. Buncha tish buzgan ekan. Yakimi? Ha, bilmaysizmi? Yosh o'qizlarimiz ham turgan ekan. 20 million so'm narx aytib turibdi. Mana yurtdoshlar. Bo'ylari 1.25. Balandroq bo'lmasa, molimiz yaltirab turibdi, svetli mol ekan jonivar. Ko'z tegmasin. Ko'rib turganlaringizday. Mana yurtdoshlar, yaqinlashtirib ham ko'rsating, ha? Kunlarimiz sovuq. Mang'it mol bozoridamiz yurtdoshlar. Molimizga ko'z tegmasin, dim zo'r ekan, svetli. 18 million so'mga so'rab turibdi bu qiz. 20 million so'm narx aytib turibdi. Yurtdoshlar. 22 million. 327 kilo keldi mana живой весе, janovar. 327 kilo kelibdi ana. Semiz ekan janovar. Arqalaridan ham ko'rsataveramiz. Molimiz semiz 327 kilo. 22 million so'm narx aytib turibdi yurtdoshlar. Taraziga so'radimi shunda aka? Yo'q, shafotga so'radi. Shafot qancha so'radi? 18 millionga so'rabdi ana yurtdoshlar. Shu o'qizimizda. Ko'r. Ha, молодец. Yaxshi savdomiz bo'lsin aka. Bu o'qiz kimdikka? Kimdan ekan bu? Kattaroq o'qizimiz turgan aka. Egasi yo'qmi deyman. Narxini hech kim bilmaydi, ha? Egasi yo'q o'xshaydi. Yaxshi. 25 mi 27? Ha, bu mana yurtdoshlar egasi topildi. 27 million so'm narx aytib turibdi. Живой вес ko'rmadingizmi? Yo'q. Bozor qancha qo'yapti aka, bozor? Bozor har kim har turli qo'yadi. Har kim har turli. Akachalarni baqa qo'ygan chiqar oxirida. Yekuni 45 gadan so'rayapti. Ha, yekuni bir yerdami? 22. Bu necha tish bo'lgan ekan? O 2 tish. 2 tish bo'lgan, ha? Belgidan yurtdoshlar, ilk tishimizga o'qizlarimizdan bo'ylari 1.35, 1.30 bunun bo'ylari.
Eko'ni semiz narsa ekan janob. Yurtdoshlar живой vez ko'rmayapti. Eko'ni bir yerda so'rab turibdi deydi akamiz. Eko'ni bir yerda qanchaga so'radi deysiz? Usta, Eko'ni bir yerda 45 millionga so'rayapti ana yurtdoshlar. Eko bir yerda. Arzisa bir like'larni bosib, podpisatsiya tugmasini bosib o'tiraverasiz yurtdoshlar. Bo'lmasa savdosi bo'lsin akamizda. Savdosi bo'lar ekan o'zimizda. 125, 130 ham chiqib boradi yurtdoshlar. Yosh o'g'izlarimizdan. Savdosi bo'lar. Assalomu alaykum. Savdolar bo'laversin. Kameraga qarab. Ver. Senga so'rab tursam, ayt 200 ga 19. Bersanmi endi? Endi ne qoldi endi? Ver. 18 milyon. 18 milyon 800. 18 milyon 800. Mehmonlarimiz so'rab turibdi. Ber. Yosh o'g'izlarimizdan. 20 aytdingmi usta? 23 mi? 23. 18 800 ga so'rab turibdi ne yurtdoshlar. Tish buzganmi? Bizma. Yosh o'g'izlarimizdan edi. Ko'rinib turibdi yosh ekan. 4 oydan keyin. Kammaqa bermayman lekin. Qo'y aka bir mos so'rab. Ishga hal ko'rib bilsa azondan o'ynab ko'r. Chiqing ozroq chiqing. Salgina tamasi bor ekanmiz. Savdosi pishmaydi. Bering to'g'rilashsa. Aka sen hal ko'rgan bo'lsang o'ynab ko'r. Mana yurtdoshlar savdosi bo'lar. Savdo pishmay turibdi yurtdoshlar. Qanchasi mı aytdinglar? 25 milyon. Yekitishimiz qolmadi deyman ha? Yekitish. Yekitish yapmış. Yekitish oldu yaqinda. 25 milyon dedi saqira. Boylari 1.30. Tarazini ko'rdingizmi? Ko'rmadingiz. Hozir keldingiz ha? So'ralmagan chiqar ondan. Qanchaga so'radi? 20 milyon. Taza 20 milyon so'radi. Mang'itning o'g'izmi? Qilchivoy. To'xta. O'g'izimizga gap yo'q. Yekitishimiz bu yaqinda. Yaxshi o'g'izlarimizdan. Yaxshi usta, savdolar bo'laversin. Boshqa teatr ho'kizlarimiz ham bir qator narx-navolarni tanishtirib boraveramiz. Sizlardan iltimosimiz har ko'rgan videomizga like bosib, podpisatsiya tugmasini bosmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yasiz yurtdoshlar. Qancha aytdingiz buni? So'rayapsizmi? Qanchaga so'radingiz? 15.5. 15.5. Ben sattım ama. Dostlar 15 milyon 500 ming so'mga so'ralib turibdi shu o'g'izimiz. Yosh o'g'izlardan. Qizg'on bo'lsa, bir ikki kishi qizg'on o'g'izlarimiz, yosh o'g'izlar. Buncha semizligidan sem yo'q o'g'izimizda. Orqa o'g'izlar. Yerga kimdan ekan usta, sizdanmi bu yerda? Bizniki var. Buncha sonda o'tirsiz. 22 aytdim. 22. Bu sizganmi, bizmaganmi? Sizgan. 4 kishi. 22 milyon.
Bu 15.600 bo'ldi yurtdoshlar. 100 so'm qo'shildi. 1.30 bo'ylari. 1.35 bergan bo'y. 22 million so'm narx aytib turibdi yurtdoshlar. Bu misa irroq ekan, semizligidan gap yo'q. 400 buzgan. Aynen yurtdoshlar. Bakızımız. Tak. Neden turman ekan kızlarımızda? Samago, narxini aytib berasizmi? Sizdanmi? 21? 21 million so'm. Ikkisi buzganmi? Xizmat o'jakmi? O'jak ekan. 1.35, 1.30 bo'ylari yurtdoshlar. Qancha so'rayapti bozor? Bozor 17.300 ga so'rab. 17 million 300 ming so'm so'rayapti ana. Ho'kizimiz. Zo'r ekan, semizligidan desam ham gap yo'q. Ko'p turganlaringizda. Yaxshi savdongiz bo'laversin aka. O'lchab ko'rmadingizmi? Arıqragana boylar baland ekan 1.30 bo'ylari yurtdoshlar. Necha so'm aytibsiz aka? Assalomu alaykum. Qancha? 22 million so'm aytibdi. Necha tish ekan bu? 2 tish. Malımız yaxshi, bellari uzun, ho'kizimiz. Gap yo'q. Qanchaga so'rayapti aka? 19 dan ochdimi? Bitga boratilman shunda oz qolib turibman. Sagan aytaman bor, ha? Savdosi bo'lib kelsin akamizning. Nerdansiz aka? Shot, Xorazm Shot ho'kizam. Yaxshi savdolaringiz bo'laversin. Ana doylar. Ana shu ho'kizimiz. Bu yerga qizil ho'kizimizning bir yerda savdosi bo'layotir. Yeko'm yaxshi ho'kiz 34 million so'mga so'ralib turibdi bir yerda. Ana shu ho'kizimiz. Diyelim qizilmi? Yeko'm bir yerda 34 millionga so'ralib turibdi. Ikki tish bizga yeko'm. Yaxshi ho'kizlar. Ana yurtdoshlar. Endi savdosi bo'lib turibdi. Ana yurtdoshlar 25 million so'm narx aytilib turibdi. Bo'ylari 1.40, 1.35, 1.40 chiqib boradi. Necha tish bizgan aka? 4 tish bizgan. Tarozi o'lchab ko'rdingizmi? Tarozi o'lchab ko'rmagan. Ana yurtdoshlar, ho'kizimizga gap yo'q. Bo'ylari baland. Savdosi bo'laversin. Necha so'm aka? Turmaydi bu jonivor. Zo'r ho'kiz ekan lekin. Şurada boylama hisobini unliq turibdi bu. Yaxshilab somon bo'laversin. Necha so'm aytibsiz? 17. Qancha so'rayapsizmi usta? Qanchaga so'rayapti bozor? Hozir so'rayapti. 15 millionga so'rayapti yurtdoshlar. 1.20 bo'ylari. Chepga chiqing usta, mashinka. Ana ho'kizimiz 15 millionga so'rayapti bozor. 1.20. Ukam qalaysan ukam? Alaykum assalom, yaxshimisan? Sog'liqlasizmi? Bo'ladimi savdolar? Ha? Uyga bordi birlandi. Bordimi? Ay, malolasiz. Xayr ko'r, xayr qildim. Necha so'm aytasan uka? Seni azallayver o'zing debman seni. Ha? 20 million so'm. Chiroyli ho'kiz ekanda. Bozor so'radimi uka? 12 millionga so'radimi? Ha? 17 mi? Yaxshi. 17 million. Malolasiz.
Yaxshi ho'kizlarimizdan 20 million so'm narx aytilib turibdi, 17 million so'mga so'rabdi. Ho'kizimiz yurtdoshlar. Bu 25lik bo'ylari. Zo'r ekan ho'kizimiz, ko'z tegmasin. Qancha deyapsiz usta? Assalomu alaykum, yo'llab bo'laversin. Qancha bo'lyapti? Narxini ayting aka. 15 million. 13,5 million so'm so'rabdi ana yurtdoshlar. 1.25lik, 1.20lik bo'ylari. Mang'it mol bozoridan maxsus ana yurtdoshlar. O'xshab ketyapsa telefon qiling. Buradan yaxshi ho'kizlarimizdan turgan ekan. Qancha aytibsiz aka? 16 aytibsiz aka. 16. Baza qancha qo'yapti? 14 200. 14 million 200 qo'yibdi. Yaxshi ho'kizlarimizdan 1.25lik, 1.20lik bo'ylari. 14 200. 16 aytibdi. 14 200 ga chiqibdi. 14 yarim bo'lsa beramiz. Bitari 14 yarim. 14 yarim. Nomer qoldirib beramizmi aka? 95dan. Aha. 334. Aha. 606. Ana yurtdoshlar, shu nomerga telefon qilaverasizlar. Siz ko'p edi. Izi bor deydi. Ana shu ukangizga murojaat etaverasizlar. 14 yarim bitari. Jevchon sarda. Ukangizga murojaat qilaverasizlar. Yaxshi aka, savdong bo'laversin. Tak, savdo bo'lib turgan ekan, savdo ko'ramiz. Assalomu alaykum, yo'llab bo'laversin. Ey, chiqdi. Yaxshi ho'kizlarimiz. 1.20 bo'ylari. Qancha so'rayapti yaxshi bo'ldi? 13 300. O'zingiz qancha aytibsiz? Yaxshi, bu yoq qancha aytibsiz? 15 danmi? Bering to'g'rilashsa yaxshi baqa lekin. 13 300 so'rayapsizmi? Zo'r baqa. To'g'rilashsa bering. Mana shu ekan, so'rab turgan ekan. 13 300 ga chiqibdi. Savdolar bo'laversin. Ha, savdo bitsa kelamiz yana. 12 yarim 12 700 so'rayapti. Ana. 12 million 700 gadan chiqibdi yurtdoshlar. 1.20lik bo'ylari ana. 1,5 yashar ho'kizlar. Savdosi bo'laversin akamizni. Savdosi bo'laversin. 11.600. Savdo bo'lib turibdi kana. Samagim yo'llab bo'laversin. Sayt qancha so'rading? Qancha so'rading? 11.600. Bo'ldimi? Pishdimi? Ketib qo'ydir bu. 11.600. Necha so'm aytibsiz aka? 15 dan. So'rayapman bozor. 1 yaş, 1,5 yaşlı o'gizlar bular, ha? 1 yashar. 1 yashar o'gizlarimiz ana yurtdoshlar. 15 million so'mdan narx aytilib turibdi ana. Uchuv ham standart. Mana yurtdoshlar, orqadan ko'rinishlari. O'gizlarimizga yosh o'giz 1 yosh. Umuman gap yo'q o'gizlarimizga. So'radim bozor yoshuldi. Ha? 26 ga birida so'radim bu sari bilan ikkisini. Sari bilan qizildi. 26 millionga so'rabdi ana yurtdoshlar. 1 yoshli o'gizlarimiz. Nerdan o'gizgan? Ko'pir? Berdiq. Ha, Berdaqdimi? Berdaqdan o'gizlar yurtdoshlar. Savdolari bo'laversin og'alarimizdan. Savdosi bo'lib ketsin ekanmiz. Yaqa. Yosh o'gizlarimizdan siyamiz ekan janob. Necha so'm aytibsiz aka? 20. Bozor qanchaga qo'ydi bozor? Qancha? 15 700.
700 yani yurttaşlar. Malımızı gel yok. 15 milyon 700 bazar baha koyup 1.20'lik boyla 1,5 yaşar o kızımız. Savdası bulaversin ekanimizning. Assalomu alaykum. 11. Bazar qanchaga qo'yapti? 8,5 million so'mga so'rabdi. Metroy bo'ylari. Savdangiz bo'laversin. Necha so'm bo'ladi so'maga? 11 so'm. Metroy. O'jak so'ragan yurtdoshlarimiz uchun ham. Ho'kiz o'jak. Bozor qanchaga qo'yapti aka? Bozor qancha narx qo'ydi bozor? 9 millionga. 9 million so'm narx qo'ydi. Zo'r. Metroy. Yaxshi, savdangiz bo'lsin. Necha so'm aka? 13 so'm. 13 so'm. 1.15lik variantlar. Bozor qanchaga qo'yapti bozor? 11 so'm so'rayapti. 11 millionga so'rabdi. Savdolarimiz bo'laversin. Savdo bo'ladir ekan yurtdoshlar. Necha so'm narx aytib turibdi bu? 20 million bor. Qanchaga so'rayapti? 16,5 millionga so'rab turibdi ustamiz. Biro 25 bo'ylari. Bering, to'g'latsa bering ashullo. Bering. To'g'latsa. Ya koy sen tamam kitap adamda çıkmazsın. Yanlarına koşmalar hocalarında. Ya anne bu böyle Blogger boyarsın. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Biro 25lik bo'ylari. Qani, janob, zo'r ekan. 16,5 millionga so'rab turibdi, 16,5 millionga. Berilmaydi. Qancha aytasiz narxini? Aytaverasizmi? Ha, bo'ldi. Ya, tushirgan ekanmiz. Narxi necha so'm ekan bu? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Narxini aytaverasizmi? 20 so'm deb turibmiz. Aha. Kelishib beramiz. 20 million so'm narx aytib turibdi do'stlar. Necha tishgan ekan bu? Bu yetishmizmadi O'jak qo'yla. Bozor baha qo'ydimi bozor? Bozor yukun so'rab turibdi. Ha, yekuni. Arqidan sizlardanmi? Aha. Qanchaga so'radi? 28,5 ga Bermadingiz ha? 28. So'rabdi. Bergadan sizlardanmi? Bormi o'jak eli tish buzmagan. 28 ya. Qaysi? Limuzindan qancha? Ha, gibrid ekan ha? Limuzinga qo'shmoq deydi. Yurtdoshlar, 28,5 millionga ekovi bir yerda so'rab turibdi. Mana yurtdoshlar. 1.25 bo'ylari. Gullanlimi istayman ha? Ha, Mang'itdanmi? Mang'itdan o'kizlari. Yaxshi savdangiz bo'laversin. Ha, satildimi? 9'dan. Bərmi? 19'dan bo'ldimi? Bər aka? 18 mi? Ana yurtdoshlar. Olingan variantlardan qaramiz 18 millionga bər aka olibdi. Ekovi 19'dan. Iki tishdan 4 tishgacha bizga ho'kizlarimiz. Standart ekan bo'ylari. Biri 30, biri 23, biri 30 bo'ylari yurtdoshlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bir like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab ketasizlar degan umiddamiz yurtdoshlar. Ana barakatini bersin. Ho'kizlarimiz zo'r gap yo'q. Qancha aytib turgan ekan ho'kizlar? 50 milyon ayttık 50. Bir yerda.
Ekovi bir yerda 50 million so'm narx aytib turibdi. Kalmak parodami deydi. Kalta. Ekovi bir yerda. Necha tish buzgan ekan bu? Polni dolduraman mı? Ha? Buna polni dolduraman mı? Polni, ha? Ben şunun yüzünde. Kalmak parodami deyman bu, ha? 46 ga so'rab turibdi bir yerda ekoni yurtdoshlar. Bu kızım siyemiz ekan, arqalaridan ko'rinishlari. Kalmak paroda. 46 million so'rab turibdi. Ekovi bir yerda. Belgisi 2 tish bor. Mana yurtdoshlar. Savdosi bo'lsin akamizning. Yurtdoshlar, mana shunda ho'kizlarimiz ham tushdi, bo'ylari baland. Hozir egasi bo'lsa, narxini bilib beramiz. Olinganmi, sotatovmi bilmaymiz. Shunda chiroyli ho'kiz ekan, bo'ylari baland. 1.40 bo'ylari yurtdoshlar. Semizligidan ham gap yo'q ho'kizimizning. Egasi bo'lsa yaxshi bo'lar edi egasi. Egasi yo'q. Ana yurtdoshlar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Xudo xolasa Mangot mozoridan sizlar uchun maxsus video bo'ldi. Endigi videolarda uchrashguncha deb qolamiz, xayr demaymiz. Bo'lmasa kanalimizda yangi bo'lsangizlar, like, obuna, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlar uchun izlanishda xizmatdamiz. Sog' salomat bo'ling.